Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bundan 22 yil muqaddam 1999-yilning 16-fevral kuni Toshkentda 45 daqiqa ichida ketma-ket 5 portlash yuz bergan edi. Ushbu qo'poruvchilik harakatlari O'zbekiston rahbariyati hayoti va amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz deb baholangan edi. O'sha portlashlardan keyin davlatdagi ayricha fikrlaydigan barcha shaxslar qo'lga olina boshlagan edi. Portlashlarning asosiy aybdori va tashkilotchisi qilib esa o'sha vaqtdagi hukumatga muxolifatchi bo'lgan shaxslar ko'rsatilgan edi. Bugun ushbu voqea tafsilotlariga to'xtalamiz. O'sha kuni O'zbekiston hukumatining o'tgan 1998-yildagi iqtisodiy rivojlanish yakunlariga bag'ishlangan majlisi o'tkazilishi kerak edi. Dastlab majlis boshlanishi arafasida Vazirlar Mahkamasi binosi oldida prezident qo'riqlash xizmati va jangarilar o'rtasida otishma yuz bergan. Otishmadan ko'p o'tmay, birin-ketin portlashlar yuz bera boshlagan. Ilk portlash soat 10:40 da Yusuf Xos Hojib ko'chasida Respublika Ichki ishlar vazirligi binosi yaqinida yuz bergan. Portlovchi uskuna o'rnatilgan avtomobil portlab ketgan. Soat 10:55 da Sharof Rashidov ko'chasida Mustaqillik maydoni metro bekatidan 20 metr masofada ikkinchi portlash yuz bergan. Bu yerda ham portlovchi uskuna o'rnatilgan avtomobil portlatilgan. Oradan 3 daqiqa o'tib, Vazirlar Mahkamasi binosi burchagi oldida GAZ-21 Volga avtomobili portlagan. Bu ketma-ket portlashlarning 3-chisi edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Prezident Islom Karimov Vazirlar Mahkamasi binosi oldiga yetib kelgan va shu yerning o'zida televideniya orqali xalqqa murojaat qilgan. Aynan xalqqa murojaat yo'llanayotgan vaqtda soat 11:20 da Yunusoboddagi Milliy bank binosi yonida 4-portlash amalga oshirilgan. Ushbu holat Prezident Islom Karimovning intervyusida ham aks etgan. Avtomobilga o'rnatilgan portlovchi uskunaning harakatga keltirilishi oqibatida 23 qavatli bank binosiga zarar yetgan. Uning oynalari sinib ketgan edi. So'nggi 5-portlash soat 12 da Abdulla Qahhor ko'chasida Yahudiylarning Soxnut agentligi yaqinida joylashgan xususiy hovlining garajida yuz bergan. Ushbu teraktlar seriyasi oqibatida 13 kishi, ayrim manbalarga ko'ra 16 kishi halok bo'lgan. 100 dan ortiq fuqaro tan jarohati olib, kasalxonaga yotqizilgan. Halok bo'lganlarning bir nafari Ichki ishlar bo'limi xodimi edi. Hukumatning o'sha kungi majlisi Oliy Majlis binosiga ko'chirilgan. Majlisda chiqish qilgan Prezident Islom Karimov uni bunday teraktlar bilan qo'rqitib yoki o'zgartirib bo'lmasligini ta'kidlagan. Hodisa sodir bo'lgan kuniyoq avvaliga Prezident Karimov, keyin esa O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov va Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovlar televideniyada chiqish qilib, portlashlarni qo'liga qurol olgan radikal dindorlarning terror hujumi deya atab voqeaga darhol baho bergan va aybdorlarni ham aytib ulgurgan edi. 1999-yil 16-fevralida O'zbekiston telekanallardagi dasturlar birdan to'xtatilib, O'zbekiston televideniyasi suxandoni Davron Zunnunov paydo bo'ldi. Hurmatli tomoshabin o'rtoqlar, dasturimizni kutilmagan xabar bilan to'xtatamiz. Bugun mamlakatimiz poytaxti Toshkentda kutilmagan favqulodda hodisa sodir bo'ldi, deya gap boshladi Davron Zunnunov. Suxandon qo'lidagi qog'ozga qarab, bundan 20 daqiqa oldin Prezident Karimov joniga qasd qilingani, ammo prezidentning sog' va salomat ekanini bildirdi. Poytaxt mehnatkashlari osoyishta kundalik yumushlarini davom ettirayotgan bir paytda kunduz soat 11larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi. Dastlab Ichki ishlar vazirligi binosi yonida, undan so'ng Iskra kinoteatr binosi yonida, sal o'tmay Respublika Vazirlar Mahkamasi binosida, undan so'ng Milliy bank binosi atrofida portlashlar sodir bo'ldi. Portlash oqibatida bir necha mashinalar yonib ketgan. Shahardagi ayrim binolarga zarar yetkazilgan.
Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda halok bo'lganlar va jarohatlanganlar ham bor. Bunday hodisa mamlakatimiz mustaqilligini ko'ra olmayotgan ekstremistik kuchlarning ishi ekanligi barchamizga ayondir. Bu yovuzlik tagidagi eng asosiy maqsadlardan biri mamlakatimiz prezidenti Islom Karimovga, uning hayotiga tajovuz ekanligi ham juda ayondir. Chunki soat 11 da Vazirlar Mahkamasida Respublika hukumatining 1998-yil yakunlariga bag'ishlangan majlis boshlanishi, unda prezidentimiz ishtirok etishi kerak edi. Eng muhimi, hukumat a'zolari, prezidentimiz sog' va salomat. Soat 11 ga mo'ljallangan majlis soat 13 da, ya'ni hozir Respublika Oliy Majlis binosida kun tartibidagi masalalarni muhokama qilmoqda. Biz bo'lib o'tgan tafsilotlarni siz aziz vatandoshlarimizga yetkazib turamiz. Vahimaga tushishga hech qanday asos yo'q. Voqeani sodir etgan barcha yovuz kuchlar aniqlanadi va tegishli jazosini oladi, deya qog'ozda yozilgan matnga yakun yasadi Davron Zunnunov. Toshkentda portlashlar bo'lgan kuni shoir Rauf Parfi Navoiy ko'chasidagi Jahon adabiyoti jurnali tahririyatida edi. Rauf Parfi tirik chog'ida muallifga aytishicha, gumbillagan ovozni eshitgan chog'i biznikilar kelishdi deb hazil qilgan. Redaksiyadagi boshqa xodimlar esa qurilishdagilar bir narsa qilishdi deyishgan. Keyin yana bir nechta gumbillagan ovozlar eshitilganida Rauf Parfi kulib, yo'q, bu hoynahoy biznikilar deb ta'kidlagan. Rauf Parfi biznikilar deganida hazil aralash o'zbek muxolifatini nazarda tutgan edi. O'zbekiston hukumati o'zbek dunyoviy va diniy muxolifatini portlashlarda o'sha kunning o'zidayoq ayblab chiqdi. O'sha vaqtda prezident matbuot kotibi va Oliy Majlis deputati bo'lgan Azamat Ziyo bu voqealarni shunday eslaydi. O'sha kuni taxminan 9:45larda avtomatdan otilgan o'q ovozini eshitib qoldik. Keyin men prezident soqchilarining biridan prezident kelmaganini so'radim. Soqchi prezident deyarli kelib bo'lganligini aytdi. Men pastga qarab yugurdim. Shunda 3-qavatlarga yetganimda juda ham kuchli portlash sodir bo'ldi. Bu portlashlardan keyin xavfsizlikni saqlash idoralari, ichki ishlar va o't o'chirish xizmatlari voqea joylariga yetib kelishdi. Voqea haqidagi xotiralarini davom ettirarkan, Azamat Ziyo shunday deydi: Prezident orqaga qaytib ketdi deganlaridan keyin men prezident divoniga qarab ketdim. Eng qizig'i, prezident kabinetidagi xonalar hammasi zirhlangan oynalar edi. Ular taram-taram bo'lib ketgandi.